Assalomu alaykum, hurmatli Oyatullo o'z YouTube kanalining aziz akalar, opalar, bugun biz sizlarga ishlatilgan mebel narxlarini bir tanishtirib o'tamiz. Bu akada ko'pincha shifonerlar bor ekan, shifonerlarni narxlarini bir tanishtirib o'tamiz. Aka, bu shifonermi, qanaqa? Stenka bu. Stenka. Aha. Razmeri necha aka, uzunligi? Uzunligi 3 metr. Uzunligi 3 metr. Bo'yigacha aka buni? O bo'yiga 2.30. 2.30. Narxi qancha buni? Narxi 2 million so'mga beramiz. 3 ga bo'linadi bu. 2 millionga beriladi, 3 ga bo'linadi. Dastavkalari-chi buni? Xo'p, dastavkalari kelishilgan holatda bo'ladi. Shopirlar bor, olib borib berishadi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Aha, 2 millionmi, 3 millionmi aka? 2 million so'mga 2 million beramiz. so'mga beriladi. Oxirgi narx. Endi bunimiz aka? Xo'p, bunimiz 3 million qilib beramiz buni oxirgi narxi. 3 million qilib beriladi. Oxirgi narxi. Shahar ichi dastavkalari bor buni. Shahar ichi bor-a? Bu nechaga bo'linadi? Bu bo'linmaydi, bitta butun buni. Bitta butunligi. Aha. Shopirlardan yuklab chiqarib olamiz. Zo'r boradi, xudo xolasa uylaringga. Ha, endi bunim sotildi aka buni. Buni sotildi, Ispaniyaga aytib qanchaga sotildi bilib qo'yaylik. Xo'p. Shifoneri, kravati, termosi, ikkita tumbasi 4,5 million so'mga sotildi. Ikkita tumbasi bilan 4,5 million so'mga sotildi. Xo'p, qaysi narsalar aka bu tomondagilarimiz? Bu tomondagilar mana shu. Bu ham bitta komplekt. Komplektda. Xo'p, 2,5 million so'mga berib yuboramiz buni ham. 2,5 million so'mga berib yuboriladi. Divani, termosi. Ikkita tumbasi ham bor. Ikkita tumbasi ham bor. Bitta matrasini endi nima qo'yadigan popda. Matrasi sal remontlanib turadi. Bitta almashtirib olay yoki almashtirib olinsa bo'laveradi. Aha, endi bunimiz aka donami bitta? Bu o'zi. Shkaf termolari sotilib ketib qolgan. Bu ham komplekt edi. Divanni o'zi qoldi. Narxi qancha buni? Xo'p, buni narxi 1 million so'mga beramiz. 1 million so'mga beriladi, dastavkalar kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Xo'p, bunimiz aka? Xo'p, bu servantimiz 700 ming so'mga beramiz. 700 mingga beriladi. Holatlari 2 ga bo'linadi, bemalol. 2 ga bo'linadi. Bolalar kitob, daftar qo'ygan, idish tovoqqa hamma yoqqa ishlayveradi. Polkalarigacha taxtali. Aha, yaxshi holatda turibdi. Yaxshi holatda, tortmalarigacha bu. Zo'r. Ha, endi bu ham sizlardan-a? Ha, bu ham bizdan shifonerimiz. Shifoner. Toshkentdagi 4 qanotli. Ikkita chekkasi polkali, o'rtasi vishilka, tagida tortmalari ham bor. Ha. Qo'shimchasi. Buni 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. 1 million 200 ming so'm qilib beriladi. Endi bu tarafimiz aka? Bu tarafimiz. Bu ham 4 qanotli shkaf. Bir tomoni vishilka, bir tomoni polka. Polkasi ham ichida turibdi, o'rnatishmabdi bolalar. Endi o'rnatib to'g'rilab beriladi. Xo'p, buni 1 million so'm qilib beramiz. 1 million so'm qilib berasiz oxiri. Aha, endi bunimiz. Bu termoyimiz. Dona o'zi. Bir dona o'zi. O birinchida shifonerimizni komplekti. Agarda qo'shib olamiz desa ham, o'zini olamiz desa ham 500 ming so'mga beramiz bu termoyni. Donasi mana shu 500 ming so'mga beriladi. Chiroyli qilib ishlangan ekan-a? Ha, chiroyli, yaxshi taslanadi. Endi bu tarafimiz aka? Bu tarafimiz, bu stenkamiz. Stenka. Bitta o'zi bu. Bitta o'zi. Aha. 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Buni pulini 3 million so'mga qilib beramiz. Oxiri shahar ichi dastavkalari bor. Shahar ichi dastavkalari bor. Xo'p, bunimiz aka? Bu stenkamiz, ayneliyimiz. Aha. Buni oxirgi narxi 700 ming so'm qilib beramiz. Oxirgi narxi 700 ming so'm qilib beriladi. Aha. Ash burchagimizdagi qolib ketdi aka. Xo'p, bu 2 qanotli shkafimiz. Ichlari vishilka tegasa, polkalari bor, ratsiski. 300 ming so'mga beramiz. Oxiri 300 ming so'mga beriladi. Bu endi bolalarga ham. Bu bolalar maneji. Aha. Buni ham 300 ming qilib beramiz. 300 ming qilib berasiz. Tortmalari hamma yo'g'i bexizolat bitma butun. Zo'r. Bu tevasi manejini olib bersa, tagida uzun katta divancha ham bo'lib qoladi. Katta divancha ham qoladi. Ha, ikkita narsa bo'lar ekan. Shu vazifani bajaraveradi. Uchtaga. Buni narxi 300 ming so'm qilib beramiz. 300 ming so'm qilib beriladi. Mana shu shkaf. Bu shkafimiz. Pastda ham polkalari bor, tevasida ham tevasida ham polkasi hamma yo'g'i bor. Aha. 260 ga razmerlari 1 metr buni. Buni oxirgi narxi 500 ming so'm qilib beramiz. Oxirgi narxi 500 ming so'm qilib beriladi. Menimcha hammasini tushuntirib o'tdik aka. Hammasini tushuntirib o'tdik. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona shahar Kirgili mavzusidagi eski bozordan bo'lyapti. Akamiz do'konlar birinchi do'kon, bemalol kelaverasizlar. Aloqa uchun nomerlar aka 99lik 316 23 45. Raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qolsang, har kuni shunaqa foydali ma'lumotlar chiqarib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sizlar videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Akam birinchi mana shundan tanishtirib o'tiraylik. Razmerlari qanaqa aka buni? Bular 2.40. 2.40. Uzunligi aka. Uzunligi 2.40. Bo'yigachi? Bilmaysizmi? Bular 2.10. 2.10 baland endi. 2.10. Narxi qancha ekan buni? 1 million 200 ming kami bor, shu beramiz. 1 million 200 ming so'm kam bor deyishyapti.
Kami bor aka? Kami bor, tushib beramiz. Shu beriladi. Aha. Xo'p, bu kichkinalarimiz ham aytib ketaylik, keyin boshqalariga o'tamiz aka. Kichkinalarimiz bular? Bular 1 million kami bor, ikkovsi anaqa. Ikkovsi jupiga. Ha, jupiga 500 mingdan. 500 mingdan jupiga Tushib agar. beramiz. Aha, shu beriladi. Bunimizchi aka? Bu ham 1 million 200 ming kami bor, bu ham tushib beramiz. Stenga. Stenka bu. MDFdan bular. Stenka. MDF. MDFli. MDFda bo'lgan. Aha, endi bunimiz aka? Bularimiz bor, endi 1 million kami bor mana. Demak, kirasizlar holati zo'r. 3 ta. Ha, 3 tali ham. 1 million kam bor 1 million deyapsiz kam aka. bor, shu ham beramiz. 1 million kam. Chekkan joylari yo'q. Aha. Bunimiz aka? Ha, buni sotildi, limonimiz bor. Sotildi, qanchaga sotildi bilib beraylik, Maslam aka. Bularimizni 850 ming qilib berdik o'zimiz qo'shnimizga. 850 ming so'm qilib berildi. Aha. Dastavkalari qanaqa aka bu mebellarimizni? Masalan, alohida bo'lib qoladi, kelishilgan holda. Alohida bo'lib qolgan, kelishilgan holda endi telefon qilasizlar. Boshqa joydan ko'rayotgan bo'lsalaring. Aha, endi bunimiz razmeri aka. Biz bunaqasi 2 bo'yi 230, Aha. 80 dan ikkita 160. 160. Narxi qancha buni? 1 million 200 ming kam bor, buni ham tushib beramiz. 1 million 200 kam bor deyapsiz, tushib berasiz. Tushib beramiz buni. Shu beriladi. Yana qanaqa narsalar bor ekan sizda? Hozir bizda shular, Hozircha shular. Aha, o'zlarida ishlatilgan mebel bo'lsa sotib olaverasizmi? olamiz, sotib olaveramiz. Sotib ham olinaveradi. Aloqa ham yangi narsa beraveramiz. Aha. Aloqa uchun nomerlaringiz aka? 93lik. Aha. 983. Aha. 1161. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgili mavzusidagi eski bozordan bo'lyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, dastavkalari kelishilgan holda bo'lar ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'ling.